O'zbekiston Qizil Yarim-oy jamiyati harakati tashkil etilganligining 100 yilligi munosabati bilan joylarda turli tadbirlar tashkil qilinmoqda. Qo'shko'pir tumanida o'tkazilgan navbatdagi tadbir ham jamiyatning insonparvar maqsadlarini amalga chiqarishga qaratilgan muhim tashabbus bo'ldi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Dastlab O'zbekiston Qizil Yarim-oy jamiyati rahbariyati ishtirokida Qo'shko'pir tumanidagi 2-son umumta'lim maktabidagi o'quv, jumladan inklyuziv ta'lim jarayonlari bilan yaqindan tanishildi. Pedagoglar bilan muloqotda inklyuziv ta'limni yanada takomillashtirish, zamonaviy o'qitish usullarini amaliyotga joriy etish, bolalarning teng imkoniyatlarini ta'minlash masalalari bo'yicha fikr almashildi. Maktabimizda inklyuziv ta'lim joriy qilingan bo'lib, 12 nafar o'quvchi jalb qilingan. Inklyuziv ta'lim olayotgan o'quvchilarimiz turli tashxislar bilan xulosalangan bo'lib, psixologik pedagogik tashxis markazi yengil autizm, aqli zaiflik, zaif eshituvchi kabi tashxislar bilan inklyuziv ta'lim sinflariga yo'naltirilgan. Birinchi sinfga bu o'quv yilida 7 nafar o'quvchi qabul qilindi. Har bir sinf uchun maxsus pedagoglar ajratilgan bo'lib, o'quvchilar bilan alohida mashg'ulotlarni o'tib kelmoqdalar. Qizil Yarim-oy jamiyati bilan ham tizimli hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Volontyor o'quvchilarni tayyorlash, ular bilan tanlovlarda ishtirok qilish tizimli yo'lga qo'yilgan hamkorlikning natijasi deb o'ylayman. Qizil Yarim-oy jamiyati rahbarlarining bugungi maktabimizga bo'lgan tashrifi o'quvchilarimizda ajoyib taassurotlar qoldirdi. Savollar, xulosalar, ko'rsatmalar, bu yerda ko'rsatilgan har qanday harakatlar favqulodda vaziyatlardan to'g'ri nima qilish, chiqa olish qobiliyatini shakllantirish, bu ham Qizil Yarim-oy jamiyati a'zolarining o'quvchilarimizga o'rgatayotgan mashg'ulotlarning natijasi. Maktab o'quvchilari va jamoasi uchun O'zbekiston Qizil Yarim-oy jamiyatining asosiy yo'nalishlari, faoliyatining ustuvor vazifalari va jamiyat oldida turgan insonparvarlik maqsadlari haqida atroflicha ma'lumot berildi. Jamiyat tuzilmasidagi mehr-shafqat xizmati tomonidan tuman maktablarida faoliyat yuritayotgan hamshiralar uchun amaliy mashg'ulotlarga asoslangan maxsus trening ham o'tkazildi. Maqsad tibbiyot xodimlarining nazariy bilimlarini oshirish, birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Hamshiralar real vaziyatlarga yaqin sharoitda birinchi yordam ko'rsatish usullarini amalda bajarish orqali malakasi va kasbiy ko'nikmalarini yanada mustahkamlashdi. Respublika Qizil Yarim-oy jamiyati ishi guruhi Xorazm viloyatining barcha tumanlariga birinchi yordam trening seminarlarini ko'rsatib, ularning bilimlarini, ilm darajalarini ko'rib, Qo'shko'pir tumanining hamshiralari, barcha maktab hamshiralari yig'ilgan holatda birinchi yordam ko'nikmalarini, ulardan bilimlari yana ko'proq ko'rsatib berildi. Bizning o'tish jarayonida maktab faollari, maktab faoliyatida olib borilayotgan sanitar-sanitariya o'quvchilar orasidagi katta tashkil qilingan yosh qutqaruvchilarga tayyorlaganliklar, shularni Xorazm viloyatini Qo'shko'pir tumani Durdonaxon boshchiligidagi olib borilayotgan barcha ishlar, maktab holatidagi bolalarni ko'nikmalarini yoki bo'lmasa tashkilotimiz to'g'risidagi, tarixi to'g'risidagi savol-javoblarimizga aniq va chiroyli javoblar berishdi. Bizning ishchi guruhimiz yana ish jarayonini davom ettirgan holda boshqa tumanlarga borib, hozir ikkinchi bo'limida birinchi yordam va favqulodda vaziyatda harakatlar bo'yicha ko'nikmalarni ko'rsatib, ishchi guruhi respublikadan chiqqanmiz. Tadbir yakunida trening ishtirokchilari O'zbekiston Qizil Yarim-oy jamiyati tashakkurnomalari bilan taqdirlandilar. Ushbu tadbir nafaqat tibbiyot xodimlarining bilim va ko'nikmalarini oshirishga, balki ta'lim muassasalaridagi inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish, jamiyatda mehr-shafqat va insonparvarlik g'oyalarini keng targ'ib etish, har bir bolaning imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga qaratilgan faoliyatning yana bir muhim qadami bo'ldi. Muhtaram teletomoshabinlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimiz davom etadi, bizdan yiroqlashmang.